bankimiz mijozlari bugun 3 tajriba asosida navbatdagi uchrashuvni boshlaymiz. Bankga oid qanaqa masalalar bo'lsa, bir aytasizmi, birdan yozib olamanda, keyin uni ijobiy hal qilamiz. Boshdan boshlaylik. Aka, siz o'zingizni tanishtirib, ayting. Murodov Qobuljon. Qaysi mahalladasiz? Qancha kerak qilmoqchisiz? Nima yo'nalishga? Tikuvchilik qilmoqchimiz-da. Tikuvchilikka. Qancha ko'p bo'lsa ko'p chiqmaydi. Asfoydimdan. Biznesga birinchi qadam bo'yicha 7 millionga arza bergansiz-da, to'g'rimi? Ha, shunday. 50 millionga bolaga joy bo'libdi. Ha, o'zi yo'qligan 17 million so'mga ijobiy hal beramiz. Siz Rajab Zoh. qancha kirdi? Nima yo'nalishga bizga? Siz kim? Rahmat. Nima yo'nalishga sizga? Foto video san'atlarimiz uskunalarni olasizdan 17 million siz biznesga birinchi qadam bo'yicha. Kim? Sizlar. Marketda Haydar va Xolida. Qaysi mahalla? Yangi hayot ko'chachi. Chorvachilik yapsiz. Ha. 17 millionmi? Ha. Biznesga birinchi qadam. Javob sizda? Shunaqa uchrashuvni yakunlaymiz. Hamma masalalarni birma-bir yozib oldim. Ijobiy